1400 yıldan buyan musulmonlarning iftar qilish dasturxonlarining baş qahramoni bo'lib kelgan. Zamonaviy tibbiy tadqiqotlar xurmaning sog'lomlikqa bo'lgan foydalarini bu muborak Ramazon oyida payg'ambarimizning yo'lidan mangan vaqtimizda do'zax mahkam taqilib yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon ibodatda usul ko'p fazilatga kunning betishi bilan tang dunyoning har qaysi joylaridagi masjid munorlaridan yangrayotgan shom azini millionlagan ro'zadorlarning qalbiga xushallik elib keldi. Ularning ko'pinchisining tunji qatimliq iftorlik tanlashi hayron qolarlik darajada o'xshash bir xil xurma. Bu oddiygina ammo mo'jizalik meva 1400 yildan buyon musulmonlarning iftor qilish dasturxonlarining baş qahramoni bo'lib kelgan. Zamonaviy tibbiy tadqiqotlar bu qadimiy sunnatning orqasidagi hikmatni yangidan ochib beryapti. U diniy an'ana bo'lmasdan balki inson badani uchun eng mukammal tanlashdir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning kunda 3 tal xurma bilan iftor qilishi hargizmi tasaddibilik emas. Bu harakatning orqasida intayin cho'nqur hikmat va ilmiy asos yoshirilgan. Navbatda zamonaviy fan texnik taraqqiy qilgan davrimizda bu qadimiy sunnatning inson sog'lomligi uchun naqadar muhim ekanligi texmi uchiq namoyon bo'lyotdi. Payg'ambarimizning iftor qilish usuli bo'lsa intayin hikmatlik edi. U avval 3 tal xurma bilan iftor qiladi. Ondan keyin shom namozini o'qiydi. Uningdan keyin boshqa tamoq yeydi. Bu oddiygina ko'ringan iftor qilish usulining amaliyatining orqasida intayin cho'nqur ilmiy va sog'lomlik asosi bor edi. Qur'oni Karimda xurmaning alohida o'rni bor. Alloh taolo Maryam onamizga xurma daraxtini o'zing tarafga irg'itqin. Oldingi pishgan yangi xurmalar to'kildi. Ulardan yegin, ichkin, xotirjam bo'lg'in degan. Bu oyatmi xurmaning inson badani uchun alohida ahamiyatga ega bir ozuqliq ekanligini ko'rsatib beradi. Zamonaviy tibbiy tadqiqotlarmi xurmaning iftor vaqtidagi alohida rolini texmi ro'shan isbotladi. Tadqiqotchilar xurmadagi tabiiy shakar miqdorini boshqa yemekliklarga solishtirganda eng tez singadiganligini, xurmani yegandan keyin qonga faqat 10 minutda o'talaydiganligini isbotlab chiqdi. Shundaqla xurmadagi bu shakar bevosita mengidagi tuyish markaziga ta'sir ko'rsatib, ro'zadorning ochliq sezgisini tez sur'atda tizginlaydi deyilgan. Imom Ibn Qayyum rahimahulloh xurma ro'zador uchun mukammal iftorlik. U badanning quvvatini asli keltirib qolmay, jigarni kuchlantiradi, uzuqlantiradi va badan tanqinligini saqlaydi degan. Zamonaviy tibbiy tadqiqotlar xurmaning sog'lomlikqa bo'lgan foydalarini mundaq bir necha xil bayon qilgan. Birinchi, qon shakarini tengshash roli. Xurmada ro'za tutgan vaqtda tuvallab ketgan qon shakarini normal saviyaga keltirishda alohida unumi borligi isbotlandi. Ikkinchi, muhim uzuqliqlarni ta'minlash roli. Xurma magniy, kaliy, kalsiy va B vitaminlarga boy bo'lib, ro'zadorning och qolish sababli yo'qotgan moddalarini tez suratda to'liqlaydi. Uchinchi, hazm sistemasini qo'g'dash. Xurma tabiiy talalarga boy bo'lganligi uchun hazm sistemasining normal xizmat qilishini kapolatga ega qiladi. To'rtinchi, immunit kuchini kuchaytirish roli. Xurma antioksidantlarga boy bo'lganligi uchun badanning kasalliklarga qarshi turish qobiliyatini texmi oshiradi. 5. Yurak sog'lomligini qo'g'dash roli. Xurmadagi tuvan xolesterin va yuqori potassium miqdori yurak qon tomir kasalliklarining oldini olishda intayin foydali. Xuloslab aytgan vaqtimizda payg'ambarimizning xurma bilan iftor qilish sunnati faqat diniy ahamiyatga ega emas, balki cho'nqur ilmiy asosga ega. Zamonaviy tibbiy tadqiqotlar bu sunnatning inson sog'lomligi uchun naqadar muhim ekanligini yana bir qatim isbotlab chiqdi. Har kuni iftor vaqtida 3 tal xurma yeyish orqali biz ham sunnatga amal qilgan bo'lamiz, ham badanimizning sog'lomligini qo'g'dagan bo'lamiz. Bu muborak Ramazon oyida payg'ambarimizning yo'lidan mangan vaqtimizda ruhiy va jismoniy jihatdan sog'lom va barakatli kunlarni o'tkazalaymiz. Shunimi eskartib qo'yishimiz lozimki, qon shakari bek yuqori bo'lgan kasallar xurma yeyishdan burun o'zining sog'lomlik ahvoliga asosan cho'qim doktor bilan maslahatlashish kerak. Chunki har bir kishining sog'lomlik ahvoli bir-biridan farqli bo'ladi. Shuningdek, xurmaning turlari xilma-xil bo'lganlikdan ba'zilarining shakar miqdori bek yuqori bo'ladi, ba'zilarining tuvanroq bo'ladi. Shuningga qarta xurmani tanlab yeyish kerak. Alloh taolo hammamizga bu Ramazon oyida tinch, amonlik, sog' salomatchilik ato qilsin. Ramazon ro'zalarini to'liq, qabul bo'lgan shaklda tutib, oxirlashtirishni nasib qilsin.